Har bir yuksalish mustahkam poydevordan boshlanadi. Qayerdagi qiziqishlar rag'batlantirilsa, ijodkorlik namoyon bo'ladi. Bizda o'quvchilar ta'lim olish bilan birgalikda o'zlarini ham kashf etishadi. Harakatlar, musiqa, tafakkur bilan ular nafaqat dunyoni tanish, balkim o'zliklarini ham anglashni o'rganishadi. Biz o'tmishimizga, zamon tanlamas mustahkam qadriyatlarimizga tayanib, odamiylikka, ishonch va salohiyatga asoslangan kelajak quramiz. Ta'lim bu faqatgina raqamlar, formula va faktlardan iborat emasligi sababli jamiyatga foydasi tegadigan yaxshi insonlarni yetishtirish bu juda dolzarb jarayondir. Bizda o'quvchilar shunchaki o'rganishmaydi, ular yaratishni ham o'rganishadi. Ular to'g'ri savollarni so'rashni, yangiliklarni amalda tatbiq qilishni o'rganishadi va liderlikni o'zlarida shakllantirishadi. Bu avvalambor o'zlikni tanishdan va doimiy o'zlikni rivojlantirishdan boshlanadi. Zakovat va ixtirolarga bo'lgan qiziqishlar hamohangligi o'quvchilarimizda o'z yo'llarida uchragan muammolarni hal qilgan holda maqsad sari olg'a borishga yetaklaydi. O'zlikni kashf qilish orqali ular nimaga qodir ekanliklarini anglaydi va shu orqali o'quvchilar o'z fe'l-atvorlariga monand haqiqiy salohiyatlarni kashf etishlari bilan buyuk kelajak sari yo'l boshlanadi. Iqtidor xalqaro maktabi buyuk kelajak sari